Dubay fuqaroligini qanday olsa bo'ladi? Siz bilgan va bilmagan 5 ta fakt. Dubayda 30 yil yashasangiz ham Dubay fuqaroligini ola olmasligingizni bilarmidingiz? Rezident bo'lsangiz ham ola olmaysiz. Hattoki Golden Visa holder bo'lsangiz ham ola olmaysiz. Nikoh orqali olsa bo'ladi. Investorlarga fuqarolik beradi. Juda kuchli sportchilarga imkoniyat bor. Masalan, Hamzat Chimayev. Olim, shifokor, ijodkorlarga imkoniyati bor. Oddiy migrantlarga yo'q. Agarda siz chet el fuqarosi bo'lsangiz va ba fuqarosiga turmushga chiqsangiz, qaysidir muddatdan keyin fuqarolikni olishingiz mumkin. Dubay haqida jaydara real kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Ilham DXP ga follow qilib qo'yamiz bolalar. Hammaga omad, kuningizlar xayrli o'tsin.